Kimning xotirasi susayib borayotgan bo'lsa, buning eng kuchli da'vosi Qur'oni Karimdadir. Qur'oni Karimda sirli shifolar juda ko'p. Faqat hamiyat qilib unga e'tiborli bo'lishning o'zi kifoya qilur. Ko'plab zaharli narsalarni iste'mol qilib o'tirishning esa hojat yo'q. Marhamat Baqara surasining 32-oyatida xotira quvvatini oshirish xislati mavjud. Uni har kun uyqudan oldin 11 marotaba o'qib yotish kerak bo'ladi. Bu qavl Hazrati Mavlona Shoh Ataulloh Buxoriy rahimahullohnikidir. Bu amal ko'plab sinovlardan o'tgan. Oyat budur. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rohmanir rohim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ular o'zing poksan. Bizda sen bildirganingdan boshqa ilm yo'q. Albatta sening o'zing biluvchisan va hikmatli zotsan dedilar.